Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Bugungi mavzuyimiz hozir mana kechadan beri dolzarb mavzu bo'lib qolgan Taftish.uz saytini xodimlari qo'lga olinganligi, qamoqqa joylashtirilganligi to'g'risida bo'ladi. Lekin asosiy mavzu bu emas. O'zi asosiy mavzu Taftish.uz saytida muxbirlik faoliyatini olib borayotgan yetim qizimiz 19 yoshli Marjona Eshquvvatova haqida va uni chiqishlari, uni olib borgan reportajlari. Shu bilan birga Toshkent shahar ichki ishlar axborot tizimini bergan video lavhasi to'g'risida, shu voqea ustidan o'zlari chiqargan videolar ustida bo'ladi. Qanday bo'lyapti? Avvalo indamay qarab bo'layotgan voqealarni kuzatib kelayotgandim kechadan beri. Shu o'rinda odamlar har xil postlar qo'yishni boshladi. Hozir bir 15 minut oldin yana bitta Facebook tarmog'ida bitta ayol kishi bor ekan. O'zi o'qituvchi shekilli ayol. Jurnalist, avtor sifrovoy kontenti deb yozib qo'yibdi. Kimligini aytmayman, o'zi bilib olar. Shu Marjona qizimiz bilan yonida Ali Dirshodbek birlekan, bir joyga borishgan, huquq-tartibot organlari idorasiga borishgan. Shu yerda shu yosh qiz, 19 yoshli qiz chiqib kelgan xodimga bosiqlik bilan, haqiqatda bosiqlik bilan bitta o'zi tushuntiryapti. U odam aytayapti, men sizlarni ichkarida qabul qilaman, faqat kamerasiz deyapti. Qizimiz, nimaga kamerasiz qabul qilasiz? Kamerani oldida gapira olmaysizmi? Bir necha bor shu ohangda, qattiq gapirmagan ohangda takrorlayapti. U yo'q deyapti. Bu qiz, muxbir qizimiz to'g'ri savol qo'yyapti. Prezidentimizni ochiqlik va shaffoflik siyosatini bilasiz. Bo'ysunishga majbursiz. Birinchidan, ikkinchidan qonunni ko'rsating deyapti. Haqiqatda bosiqlik bilan qonunni ko'rsating, men o'sha qonunga amal qilaman deyapti. O'zbekcha gap, buni tushunmaydigan joyi yo'q. Odam aytayapti, yo'q ko'rsatmayman. Xo'p deyapti, unda mana shu yerda muloqot qilaylik. Yo'q, kamerani ostida muloqot qilmayman. Post qo'ygan sinimiz Facebook kanalda. Bular shunaqa baland ovozda gapirsa, aynan Marjona sinimizga tegishtiryapti, qizimizga. Okamlar baqirib, shallaqlik qilsa bo'ldi, ishi bitib ketaverami? Mana shunaqa deb o'ylashadi deb turib post qo'ygan. Postga 400 tadan ortiq izoh berilgan. To'g'ri, rahmat shu yerda. Shu qizimiz mard, jasurlik qilib to'g'ri narsani so'rayapti deganlar bor. Lekin ko'pchilik bu qiz o'zidan ketdi, bu qiz shavlaqi, bu qiz o'zi yomon. Mana oxiri yetib kelibdi, endi kameraga kirib olsa bemalol suhbatlashaveradi deb turib izohlar qoldirgan. Bu nima degan tizimga kelib, qanaqa jamiyatda yashayotganimizga qiziqyapman men. Konstitutsion huquqidan foydalangan fuqaroni nimaga undan foydalanyapsan, nimaga sen shallaqlik qilyapsan, to'g'ri gapirsa ham degan odamni qanday tushunadi? Qanday tushunishimiz kerak? U o'zini konstitutsiyada, qonunlarda belgilangan shu qonunlarda belgilangan o'zini huquqlarini so'rayapti. Huquq asosida gapiryapti. Endi uni yomonlikqa chiqarib, yetim qizni uyat bo'lish kerak-ku.
19ga kirgan yetim qizni bu noto'g'ri qilyapti deyishga. U ham o'zini ishi bilan kelmagan. Kimlardir murojaat qilgan. Kimlardir murojaati orqasidan kelib, xo'p shu yerda to'xtaymizda, shu o'qituvchi sinimizga yana bir ikkitasi bor, ayollar bular. Shularga bir savol bor. Nimaga unda maktablar kamera bilan hamma yerda kuzatuv kameralari qo'yilyapti? Nimaga ichki ishlar idoralariga kameralar o'rnatilyapti, kuzatuv kameralari? Nimaga hattoki hibsxona, qamoqxonalari kamera bilan ta'minlayapti? Prezidentimiz o'zini siyosati orqali ichki ishlar xodimlari bodi kamera bilan ta'minlandi. Prezidentimiz aytdi, bodi kamerasi ishlamasa, uni savoliga javob bermay ketaver dedi. Lekin biz ko'ryapmiz, ayrim huquq tartibot organi xodimlari kameram ishlamasa ham sen javob berasan menga deb turib olyapti. Sizlar ko'rmayapsizlarmi? Bilmayapsizlarmi? Mana shu o'qituvchi o'zi maktabga boradi. O'zi o'ylamadimi, nimaga kamera qo'yildi? Kamera qo'yilishining sababi noqonuniy ishlar shu kamerada muhrlanib qolsa, nimadir bo'lsa, shu kamerani ko'taramiz degan. Huquq tartibot idoralari xodimlaridan ham o'sha jurnalist qizimiz so'ragani, sizni gaplaringizni kameraga yozib olaman. Agar noto'g'ri, noqonuniy gapirib, bizga o'ta qo'pol darajada muomalada bo'lsangiz, boshqa bo'lsangiz, men buni ijtimoiy tarmoq orqali xalqqa ko'rsataman degan. O'tgan safargi mavzuda aytib ketdim. Kamera qo'rquv ostida. Shunaqasi bor. Masalan, to'g'rima-to'g'ri kelsa, har qanday odam kelib, mana debsan, nimaga unaqa deding? Desa, kamera to'g'risini aytishni boshlaydi. Xato aytsa, bu xato chiqib ketadi. Muhokama keyin tegishli idoralarga yetib boradi. Kameraning ostida to'g'ri gapirishga majbur ko'pchilik. Lekin bizda shunaqa vallomatlar bor. Kameraga tik qarab turib xalqni aldaveradi. Haqiqatda bunaqasi ham bor. Lekin jurnalistlar kelib, muxbirlar kelib so'roq savolga tutishni boshlasa, nima deyishni bilmay qolishadi ko'pchiligi. Men qancha mavzu qilsam, mavzuda bitta narsani aytyapman. Xalq birlashish kerak. Bilmay turib, yomonlab, kimdir chiqib gapirsa, uni gapini hali u ishni mohiyatini ham bilmaydi. Ishni ichiga ham kirmagan. Lekin yomonlash kerak. Chunki qalbi shunaqa chirik, g'araz niyatli odamlar bor. Unga baribir kim gapiradi, hali gapiram, vali gapiram, to'g'ri gapiryaptimi? Yo'q, o'zi shu kommentariyada yozib ketaveradi xohlagan. Ana shu qo'rqinchli. Oliy ma'lumotli o'qituvchi ayol nimaga kamerani ko'tarib shallaqlik qilasan desa, u o'qituvchi ayolni o'zini ishdan olish kerak o'zi. Sen davlatimiz siyosatini, prezidentimiz siyosatini tushunmasang, bolalarga nima tarbiya berishing mumkin? Nimaga haqiqat tomonda bo'lmayapsan? Qonunni so'rayapti. Qonun bo'lsa, shu qonunga amal qilaman deyapti. Bunga hammamiz, men ham, sizlar ham hammamiz qonunga bo'ysunishga majburmiz. Lekin shu qonunni ham bilishimiz kerakdir. Endi shuni orqasidan bu qiz shallaqlikmi? U noto'g'ri gap. Qizimiz chiqib, balkim bu jurnalist emas deyapti. Balkim jurnalistlar shunaqa bo'lish kerakdir. Muxbirlar shunaqa bo'lish kerakdir. Yuragida o'ti bo'lish kerakdir. Qo'rqmay gapirish kerakdir. Men o'tgan safar ham aytdim, bloger jurnalistlar bunaqa mustaqil qayerdan paydo bo'lib qoldi?
paydo bo'lishini sababi e, huquq tartibot organi xodimlari ayrimlari noto'g'ri ishlayotgandan paydo bo'lib qoldi. O'zidan o'zi kelib chiqmadi. Bular keyin majbur javob berasan deb turib borib so'roq savol qilishni boshladi. Ko'p ishlar mana blogerlar orqali yoritilyapti. Juda ko'p ishlar orasida haqiqat qaror topganini ham ko'ryapmiz. Bu yerda xalq agar qonun ishlaydigan jamiyatda yashayman desa, demak haqiqat tarafga o'tib olishi kerak. Ona tarafini olaman deb advokatlik qilish kerak emas. Huquq tartibot idoralarini o'zlarini kuchli malakali xodimlari bor avvalo. Ularda maxsus vositalari ham bor. Ularga qonun doirasida juda katta imkoniyatlari ham bor. Sizlarda advokatliklarni hojati yo'q u yerga. Mana shu huquq Toshkent shahar axborot tizimi, ichki ishlar axborot tizimi bir narsani berib yuboryapti shu yerda. Bular jinoyatchi deb turib jinoyatda ayblab yuboryapti. Sud hukmi yo'q, hali tergov boshlangani ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. O'zbekiston Respublikasi qonunida sudda hukmi bilan fuqaro haqiqatda bu jinoyatchi mana jazo berildi deb turib hukm o'qiladi, yo bo'lmasa ozod qilinadi. Ungacha birov uni jinoyatchi deya olmaydi. Mumkin emas, qonun yo'l qo'ymaydi. Ichki ishlar axborot tizimi bilmaydimi xodimlari? Bemalol ommaga, ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yubordi. Ana shu ishchilarni, hozir xizmatchilarni javobgarlikka tortish kerak. Nimaga sen tergov ostiga olingan fuqarolarni aybi hali to'la aybli deb e'lon qilinib sud hukmini o'qimaguncha bularni sen jinoyatchiga chiqarding? Mana qayerda? Yo'q, buni gapirishmayapti. Gapirishsa bilmayman nima bo'lar ekan. Ko'rinib turgan noqonuniy harakatni gapirishmayapti-da. Bitta yetim qizni jinoyatchiga chiqarib, va bu shallaqiydi-da, bu o'zidan ketib qoldi. Shuna deb xulosa qilishyapti. Ba'zilar esidan chiqib qolibdi, o'ziga ichki ishlar xodimlari tadbir uyushtirgani, o'sha tadbirda nimalar bo'lgani. Biz bu qizga aytuvdik, manaqa. U qiz meni nazdimda, meni qarashimda biz hali jinoyat ishi bilan tanishmasmiz. Sud hukmini ko'rganimiz yo'q. Shuning uchun biz ularni jinoyatchi deya olmaymiz. Siz ham, biz ham, huquq tartibot organlari ham hech kim ayta olmaydi. Ular faqat aybdor. Ertaga sud qarab turib, ishni o'rganib turib, ularda ham sudda o'zini surishtiruvi bo'ladi, sud jarayonida. O'zini xulosasi bilan yo'q, Eshquvvat va Marjona hech qanaqa qonunbuzarlik sodir etmagan deb qo'yib yuborsa nima bo'ladi? Mana gap qayerda? Gap bizni xalqimiz to'g'ri haqiqatni ko'rib turib, ko'rmaganlikka ovolish. Kerak bo'lsa bitta yetim qizni ham aybdor qilib yuborish, shunaqa yo'lga o'tib olishi mumkin ekan. Ayrimlari, hammasi emas. Lekin bor ekan shular. Uyatmaysizlarmi? Sizlarda ham bola chaqanglar bor. Boshinglarga tushadi. Ana boshinglarga tushadi. Yetimni xo'rlab bo'lmaydi. Hali qilmagan aybi uchun uni aybdor deb bo'lmaydi. Undan ko'ra hech bo'lmasa ikki og'iz iliq so'z
yozib keting. Yo bo'lmasa umuman yozmay ketavering. Shart emas uni aybdor qilib. Men qolganini gapirmayapman. Shu bitta sinimizni qilayotgan ishlarni, oddiy qilgan ishidan ko'rinib turgan noqonuniy ish chetda qolib ketyapti-da, to'g'ri haqqini talab qilib, qonuniy haqqini talab qilayotganda yomonlashga o'tib olishyapti. Biroq senga orden berib qo'ymaydi, ahmoq. Ertaga baribir boshingga tushadi bu narsalar. Nimaga haqiqat tarafda bo'lmading sen? Uyatmading, qizing, farzanding tengli qizni nomini qoralashga. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqda kim bo'lsa, foydalanayotgan bo'lsa, yozmanglar bunaqa narsalarni. Sizlarni qo'lingizda bironta o'zingizlar ko'rgan materiallar yo'q. Men faqat shu qizni Marjona Eshquvvatova atrofida gapiryapman. Undan ko'ra mushkuli oson bo'lsin deb duo qilib o'tib keting. Sababki bitta odam chiqdi, gapirib, tushuntirib o'tyapti. Yosh qiz ekan, jurnalistikaga endi bu yil bilmayman, oliygohga endi kirgan ekanmi? Hali uni oldida qancha umr bor, qancha hayot bor. Qamalib ketsa xursand bo'lasizlarmi? Ovozi o'chdi, bittasi haqiqatni istab yuruvdi deb. Namuncha bunchalik qo'rqaqsizlar? Agar shu bo'lib o'tayotgan jarayon boshqa, masalan Rossiyada bo'lganda hozir juda ko'p odam tarafini olib chiqqan bo'lgan bo'lardi. Aniq talab qilishni boshlardi. Bu darrov tepada boshqa yuqori tashkilotlarga murojaatlar ketardi. Sababki bu qizni balki qamoq jazosi, vaqtinchalik hibsga olish jazosi chorasi qo'llanilmasligi mumkin edi. Uy qamog'i bilan uy qamog'ini qo'llab qo'ysa bo'lardi. Ataylabdan jamiyatimizga bu jinoiy to'da jinoyatchilar deyish kerak emas edi. Lekin deyildi. Mana men sizlarga aytyapman, qayta ko'rib olinglar. Ko'rib turib, fikr yuritib turib, rostdan ham nimaga bularni jinoyatchiga chiqarib yubordi? Sud aytish kerak ekan, bu jinoyatchi emas. Ular vaqtincha saqlanayotgan mahbus bo'ladi hozir. Shunaqa atama bor, mahkum bor, mahbus bor. Mahkum sud tomonidan jinoyati aniq deb topilib, ularga jazo chorasi qo'llanilganlar mahkum bo'ladi. Mahbuslar tergov ostidagi odamlar. Qaysi g'alamislarga kerak? Kimlarga advokatlik qilishadi bular, tushunmayman. Uyatishmaydi. Bolasi tengi, ukasi tengi bir qizni qoralab, yomonlab chiqib olishga. Sal bo'lsa ham uyatish kerak, qo'rqish kerak. To'xta, meni boshimga tushib qolsa. Shu paytda bilishimcha men shu qiz bir yosh katta odamni 60 ming dollarga xullas bir ikkitasi uxlatib qo'ygan, shu bo'yicha borgan edi. Agar esimda bo'lsa. Nimaga bu odamlar endi u yog'ini bilmayman, hozir yanglish bir sizlarga informatsiya berib yubormay, lekin o'zini haqqini, konstitutsion huquqini so'rayotgan insonni yomonlab bo'lmaydi. Nimaga ertaga sizlar ham borasizlar, qandaydir ishlar bo'ladi. Borib o'z huquqchilarda, mana shunaqa yozilgan ekan. Bittasi chiqib olib turib, bu mashinada pravasiz yurardi, u mana qilardi. Shu yomonlash bilan ovora bo'lyapti. Sen yomonlamay qo'yaver, sensiz ham uni dardi hozir yetarli u yerda.
Rostdan ham o'zini dardi yetarli u yerda. Shunga azizlar, iltimos, mana shunaqa narsalarni ko'rsanglar, mana shunaqa yozganlarga bir og'iz tushuntirib, advokatlik qilishdan to'xta. Ichki ishlar, huquq-tartibot organlari o'zlari shug'ullanishib oladi. Sudning hukmini kutaylik. Noto'g'ri jamiyatga noto'g'ri ma'lumotlarni berib qo'ymaylik. Bitta yetim qizni yomonlik qilib qo'ymaylik. Shu bo'layotgan har xil haligi nima desa bo'ladi? Bizni bir necha bor aytayotganim, bizni jamiyatimizdagi odamlar bir-biriga mehribon bo'lsin deb gapiryapman. Mehribon bo'lsin, bir-biriga ko'mak bersin, bir-biriga yordam bersin deb gapiryapman. Ayirmachilik qilmanglar. Millatni sha'ni kerakmi? Millat g'ururi kerakmi? O'zinglar qancha gapiryapsizlar? Bu meni millatim, meni sha'nim bo'ladi. Ha shu gapinglarga javob beringlar, hech bo'lmasa shunga harakat qilib qo'yinglar. Millatning ichida ayirmachilik qilmasdan. Sog' salomat bo'linglar. Kerakli odamlar o'ziga yarasha xulosa chiqarib oladi deyman. Chiqarib olsa, chiqarib oladi, bo'lmasam qalbi qanaqaligini o'zi ko'rsatib qo'yaveradi. Xalq o'zi ko'rib bilib oladi. Haqiqat oxiri borib baribir haqiqat g'olib bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar o'rtoqlar.